Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyghur qurultayı tor televiziyasi күндىلىك xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Ben Hidayat Musacan. Tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəvərlərimizin təfsilatında bolsun. Angliya hökumət əməldarları və parlament əzaları Xitay hakimiyyətinin BBC-yə qarşı başlatqan yolsuzlarçı hücumuğa güclük rəddiyə qaytardı. Angliyaning dunyoga donliq BBC axborot kanalining Sharq Turkistondagi jazo lagerlariga qamalgan ayol tutqunlarning Xitoy erlarining kollektiv bosqinchilik qilishiga va jinsiy zo'ravonligiga uchirganligi haqidagi xabar doklati e'lon qilingan 2 fevral kunidan boshlab Xitoy hukumati BBC xabar kanaliga va lager shohidlariga talvilachi hujum qo'zg'ab, ularni yolg'onchilik bilan ayblab kelmoqda. Xitoy Tashqi ishlar ministerligi 4 fevraldan boshlab axborot e'lon qilish yig'inlarida bu dokladni izchil rad qilib qolmay, Shinhua agentligi, Yer shari vaqti gazeti qatorli Xitoy Kompartiyasining asosliq axborot vositalarida BBCning Uyg'urlar to'g'risida 2014-yildan buyon e'lon qilib kelgan butun doklad va xabarlarni qo'shib, baraqli yolg'onga chiqarib ayblab kelmoqda. Angliya Tashqi ishlar ministerligi bu vaqtda qaytargan inkosida agar Xitoy taraf bu xabarlarni yolg'on desa, o'chaqda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarining va mustaqil tekshiruvchilarning Shinjongga berib naq maydonda tekshirib aniqlashiga yo'l qo'yishi kerak deb ko'rsatdi. Angliya Tashqi ishlar ministerligining Osiyo ishlariga mas'ul vaziri Nigel Adams, Angliya parlamenti Tövan palatasining a'zosi Nusrat G'ani, Yuqori palata a'zosi Baronis Helena qatorliqlar yaqinda Angliya parlamentida qilgan so'zlarida BBC xabar kanalining hozirga qadar Uyg'urlar uchrayotgan zulm va qirg'inchiliklarni fosh qilishda o'ynagan roliga madhiya o'qish bilan birga Xitoy tarafni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining va mustaqil kuzatuvchilarning Sharq Turkistonda hech qanday cheklamaga uchirmay erkin tekshirish ilib berishiga yo'l qo'yishga chaqirdi. Ular so'zlarida yana jazo lagerlaridagi ayollar uchrayotgan bu xil vahshiyliklarga insonning chidab turishi aslo mumkin emas deb ko'rsatdi. Undan boshqa yana Angliyadagi har qaysi kishilik huquq tashkilotlari, siyosiy partiyalar, diniy va ommaviy guruhlarmi BBC kanaliga ega chiqib, uning ko'z tutib kelgan jasur harakatiga opirin o'qish bilan birga har qanday faktlarni izchil turda inkor qilish pozitsiyasida bo'lib kelgan Xitoy hokimiyatini Uyg'urlarga qartib kelgan jinoiy qilmishlarni darhol to'xtatishga chaqirib kelmoqda. Dünya Uyghur qurultayı London ishxonasining direktori Rahima Mahmud xonim bo'lsa, BBC axborot kanali tarafidan e'lon qilingan Sharq Turkistondagi jazo lagerlariga qamalgan ayol tutqunlarning Xitoy erlarining kollektiv bosqinchilik qilishiga va jinsiy zo'ravonligiga uchirganligi haqidagi xabar doklatining vujudga chiqishida belgilik rol o'ynagan shaxslarning biri bo'lib, uning bildirishicha BBCning bu xabar doklati Uyg'ur da'vosi uchun intayin muhim bir faktlik rolini o'ynaydi. Dünya Uyghur qurultayı tarafidan 6 fevral kuni to'g'ri orqali chaqirilgan umumiy kengash yig'inining 2 bo'limi 13 fevral shanba kuni davom qiladi. Qurultayning umumiy kengash yig'ini doklad taqdim qilish bo'limi va fikr takliflarni, plan programmalarni muzokara qilish bo'limi deb 2 qismga ayrilgan bo'lib, oldimizdagi shanba Berlin vaqti soat 14 da boshlanadigan yig'inning 2 bo'limida kengash a'zolarining taklif fikrlari anglab o'tiladi va milliy harakatimizga munosabatli plan programmalar haqida erkin muzokara ilib beriladi. Umumiy kengash yig'inining 6 fevraldagi 1-bo'limiga qurultayning har qaysi alladagi rahbarlari, 6-navbatli qurultayning vakillari, qurultay tarkibidagi tashkilotlar va qurultay bilan yaqindan hamkorlashayotgan tashkilotlarimizning asosliq mas'ullari, lager shohidlari va qurultayni aktiv qo'llab kelayotgan fidokor siyosiy faoliyatchilarimizdan bo'lib, 20 davlatdan 200 nafardan ortiq kishi qatnashgan. Yig'inda Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa apandim, Qurultay ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat va qurultayning boshqa rahbarlari Dunyo Uyg'ur qurultayining 2017-yili 11-oyda Germaniyada o'tkazilgan 6-navbatli qurultaydan buyon dunyo miqyosida elib borgan 3 yillik umumiy xizmatlari haqida nihoyat tafsiliy holda doklad berib o'tgan edi. Turkiyadagi lager qurbonlari yaqinlarining vatandagi g'oyib bo'lgan urug' tuqqanlarining izderigini qilish maqsadida bu yil 18 dekabr Xitoyning Istanbuldagi konsulxonasi oldida boshlatgan norozilik harakati uzluksiz kengayib, bugun dunyo miqyosini olgan umumiy norozilik harakatiga aylandi. Bundan burun Dunyo Uyg'ur qurultayining Amerikadagi bir qism mas'ullari Turkiyadagi bu qarindoshlarimizga madad berish va ularga ovoz qo'yish maqsadida Xitoyning Washingtondagi elchixonasi oldida namoyish o'tkazgan edi. 8 fevral kuni Qozog'istondagi bir guruh xonim-qizlar Turkiyadagi qarindoshlarining chaqiriqlariga ovoz qo'shib, o'zlarining Sharq Turkistondagi oila a'zolarining izdirigini qilish uchun Olmuta shahridagi Xitoy konsulxonasining oldida norozilik namoyishi ilib bordi.
Namoyishchilar ruscha, xitoycha va uyg'urcha tillarda jarangli shuar to'lab, Xitoydan oilalarini qo'yib berishni, Qozog'istonga kelishiga ruxsat qilishini, ularga to'sqinlik qilmasligini talab qildi. Xitoy konsulxonasining oldidagi amonlik saqlovchilar faoliyatga to'sqinlik qilishga urindi. Kameralarning oldini to'sib olib, namoyishchilarning suratga tortishini to'sishga tirishdi. Xitoy konsulxonasidan hech kim chiqib javob bermadi. Faoliyatchilar faoliyatini davomli ilib boradiganligini bildirishdi. Gerçi İstanbul Vali Mahkemesining cheklashi bilan Xitoyning Istanbuldagi konsulxonasi oldida norozilik faoliyati ilib berayotgan namoyishchilar qo'shini 3 fevral kuni Anqaradagi Xitoy elchixonasi oldiga yo'tkalgan va bu harakatiga millat navbatda deb nom berib, noroziliklarni Anqarada davomlashtirgan bo'lsa-mu, Olmutadagi xonim qizlarimiz namoyish ilib borgan 8 fevral kuni İstanbuldagi bir guruh Uyghur qarindoshlarimiz yana saqchilarning qattiq to'sqinlik qilishiga qaramasdan İstanbuldagi Xitoy konsulxonasi oldiga to'planib namoyish ilib bordi. Afsuski İstanbuldagi namoyish saqchilarning qo'pollik bilan to'sishi natijasida faqatli yarim kun davom qildi. Stop genocide! Stop genocide! Stop genocide! Stop genocide! Stop genocide! Stop genocide! Close camp! Anqaradagi Xitoy elchixonasi oldida ilib berilayotgan millat navbatda nomli norozilik harakati Turkiyadagi har qaysi siyosiy partiyalarning, chet el va turk matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'ab kelmoqda. Bir qancha kundan buyon Turkiyadagi ba'zi o'qituvchi partiyalarning mas'ullari va parlament a'zolari namoyish maydoniga kelib, Uyg'ur qarindoshlarga madad berish bilan birga Türkiye hükümetini ve parlamentini Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi jiddiy harakatga o'tishga va Turkiyada yashayotgan Uyg'urlarni Turkiya garajdanligiga qabul qilish sur'atini tezlatishga chaqirib kelmoqda. Mustabid Xitoy hokimiyati Turkiyadagi Uyg'ur qarindoshlarimizning o'zligidan qo'zg'alib ilib borgan yuqorqi norozilik harakatini qandoqdir Dünya Uyghur qurultiyining quturtishi bilan maqsadlik ilib berilgan yomon g'arazlik harakat deb qaralashga uringan va Dünya Uyghur qurultiyining Turkiyadagi muavin raisi doktor Erkin Akram va boshqa rahbarlarining namoyishchilar sepidan o'rin ilishini buning dalili qilib ko'rsatgan edi. Tünügün Anqaradagi Xitoy elchixonasi oldiga namoyishchilarga madad berish uchun borgan qurultayning muavin raisi doktor Erkin Akram saqchilarning to'sishiga uchirdi va Erkin Akram apandi bilan saqchilar o'ttirsida eg'ir talash-tortish yuz berdi. 8 fevral kuni kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Avstraliya Kengash palatasining tashqi ishlar, mudofaa va savdo qonun komitetiga doklad sunib, Avstraliya hukumatidan Uyg'ur majburiy amgaki bilan yasalgan tovarlarni import qilishni to'xtatishga munosabatlik qonunlarni kuchaytirishni talab qildi. Navbatda Avstraliya parlamentida Kengash palata a'zosi Rex Patrick tarafidan o'ttirg'i qo'yilgan Uyg'ur majburiy amgaki asosida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni cheklashga munosabatli qonun loyihasi muzokara qilinmoqda. Ondan burunmu Dünya Uyghur qurultiyyi ve köpligen Uyghur teşkilatları Avustraliya parlamentiga maxsus murojaatnoma yo'llab, Uyghur majburiy amgaki asosida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni cheklashga munosabatli qonun loyihasining ma'qullanishini talab qilgan. Avstraliyadagi butun Uyghur tashkilotlarimi mazkur qonun loyihasining parlamentning ma'qulligidan o'tib, rasmiy qonunga aylanishini qo'lga keltirish uchun umumiy safarbarlik va tashviqot harakati boshlatgan edi. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Avstraliya direktori Ellen Pearson bayonotda mundaq degan: Şinjandagi Uyghur va boshqa musulmon oz-sonliq millatlarning majburiy amgakka selinayotganligiga oid ishonchlik ma'lumotlar bor. Avstraliya boshqa davlatlar bilan birlashib, Şinjang va boshqa joylardan majburiy amgak bilan yasalgan import tovarlarini to'xtatish buyrug'i tushirishi kerak. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti mazkur qonun loyihasining qabul qilinishi kerakligini ta'kidlab mundaq degan: Avstraliya hukumati Şinjangni majburiy amgak xavfi yuqori rayon qilib bekitishi hamda Şinjangdan kirgan tayyor mahsulotlar yoki u yerdagi xom materiallar asosida ishlab chiqarilgan tovarlarning hammasida majburiy amgak borligidan iborat farazni o'ttirg'i qo'yishi kerak. Ular yana Avstraliya tashqi ishlar va savdo ministrligini Avstraliyadagi savdo sanoatchilar va ommaviy tashkilotlar bilan suhbatlashib, ularning Sharqi Turkistonda savdo qilishning xatariga bo'lgan tonishini o'stirishga va shirkatlarni Uyg'ur majburiy amgakiga chetishlik shirkatlar bilan tijorat qilmaslikka ilhomlantirishga chaqirgan. Bu yil 9 fevral kuni bo'lsa, ataqliq vatanparvar shoirimiz, adibimiz,
Milliy kurashchimiz va aziz shahidimiz Abduxoliq Uyg'ur tavalludining 120 yillik va Sharq Turkiston xalqini Xitoy tajovuzchilariga qarshi kurash qilishga undab yozgan mashhur Uyg'on she'rining ro'yobga chiqqanligining 100-yilligidan iborat. Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyyi tadqiqot markazining o'rinlashtirishi bilan 9 fevral kuni ba'zi yozuvchi, adib, nashriyotchi va tadqiqotchilarning qatnashida maxsus muhokama yig'ini o'tkazildi. Qurultayı Tədqiqat Mərkəzinin rəisi jurnalist Anvar Ahmad Əpəndining riyasətçiligida o'tkazilgan bu qitimqi muhokama va xotirlash yig'inida so'z qilgan Turkiyadagi Uyg'ur nashriyotchi Abdujilil Turan. Aldı bilan bu yig'inga qatnashgan do'stlarga, Alimjon Qutlug', Abdularga sizlarga minglar salom yo'llayman. Undan keyin bu yig'inimizni anglagan va anglayotganlarga salom yo'llayman. Ben qisqacha Abduxoliq Uyg'urning tarjimonini so'zlab bergandan keyin azroq mulohazalarni tunishtirib o'tishim mumkin. Yaponiyadagi Uyg'ur nashriyotchi va tadqiqotchi doktor Hoji Qutlug' Qodiri. Abduxoliq Uyg'ur haqida to'xtalgan vaqtimizda Abduxoliq Uyg'ur vatan shoiri, milliy shoirimiz. Abduxoliq Uyg'ur, ya'ni Uyg'urlarningki munavvar shoirlar bo'lgan vaqtida vazini hammadan og'ir bo'lgan shoir. Uning taxallusini ko'rib olamiz, uning o'z vatanini, millatini naqadar so'yganligini. Turkiyadagi tadqiqotchi professor doktor Olimjon Inoyat va Germaniyadagi Uyg'ur tilshunos doktor Oblat Samat qatorliqlar milliy shoirimiz Abduxoliq Uyg'urning hayoti, ijodiyat musofisi va uning mashhur Uyg'on nomli she'rini ko'radigan holda ilmiy analiz va muhokama ilib bordi. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Hammalarga shu vaqtda xayrli bo'lsin. Bugun nihoyatda muhim bir faoliyatni ilib o'tamiz. Milli şairimiz ve milli kahramanımız Abduxoliq Uyg'urning tug'ilganligining 120 yilligini hatırlavatımız. Bu muhim faaliyetini uyushtirgan şu Dünya Uyghur Qurultayı Tadqiqot Merkeziga alayda rahmat aytaman. Aldı bilan bu qimmatli vaqtni bizga berib, shunaq mahallik bir yig'inni o'zlashtirib, tariximizda, yaqin zaman tariximizda tilimiz, madaniyatimiz, erkinligimiz uchun xattat qolgan eng qiyin vaqtlarimizda uyg'onishimiz uchun yürek sözlerimiz bile ortaklaşkan bir kahraman şairimizni eslash, özümüzün onu bağlan örüntümüzünü bayan kılış ve sevinçlerimizni ifadeleş. Şundakla bu hatır günü birlikte onun bizge kaldırgan kıymetlik eserlerge yavaşlap birlikte huzurlanış ve ilham eliş. Fakat o devir demez, bu devir için mühim buluvatkan bu mezmunlarını devamlık birlikte yaşaş fırsatı geçtiğin bu qurultay uğurlaştırıcıga bulutma Anvar efendimge rahmet etaman. Hürmetli televizor ko'yuvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyyi to'g'ri televiziyasi күндىلىك xəvərlər proqrammasini diqqətinizə sunduq. Yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Keyingi qitimliq programmada ko'rishaylik. Xayr xo'sh.